Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni Farg'ona Beshariqqa olib keldik. Akamiz bilan chiroqli achfalarni qildirib olgan ekan. Endi bizga achfaga moslab MDF qilib bering dedi. MDF qilib berdik. Mana ko'rib turganinglarni MDFlarimiz juda ham chiroyli chiqdi. Achfaga mos bo'lib ichkarida hozir mana ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerga 6 ta eshik, 6 ta rom olib keldik. Ko'rib turganinglarda 3 ta 2 qanot olib keldik, 3 ta 1 qanot ichkarilarda ham bor. 1 qanotli eshiklarimiz dilalik. Bularni kvadratini 700 ming so'mdan qilib olib kelib o'rnatib berdik. Kvadratni 700 ming so'mdan. Hozir 6 ta eshik, 6 ta romimiz shu 17,5 millionga to'g'ri keldi. Olib kelib o'rnatish hamma yo'q ichida bo'ldi. Shu Beshariqqa, Farg'ona Beshariqqa olib keldik. O'rnatib berdik inshaalloh. Xudo xolasa mana ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Yuppilar bemalol chiroyli ochilib yopiladi. Zamonlarimiz magnitli zamonlardan. O'zi magnit o'zi tortib oladi mana zamonlarimiz. Xudo xolasa yaxshi. Aynalarimiz germetiklangan, taraqlamaydi. Romlarimizga yodviy qo'yib bering dedi. Yodviy qo'yib berdik. Sizlarga ham qanaqa desanglar shu rangda oynalarni qo'yib beramiz. Asha kvadratini ichida bo'ladi. 700 ming, 700 ichida oq desanglar oq. Ko'pchilik qorong'uroq ketadi ichkari deb turib oq qo'ydiryapti. Bular asha jigarrang sidon yodviy tushadi deb turib chiroyli chiqadi. Shuni yodviy qo'ydirtirdi. Mana yodviy qo'yib berdik. Oynalari yodviy. Mana 2 qanot eshiklarimiz. Nari chekkada bitta 1 qanotli bor. Keyin ichkarilarda spalniya xonalariga shu yopiq eshiklarni qo'ydik, dilalik. Ular ham juda chiroyli chiqqan. Bu chekkaga mana bu chekkamiz oshxona ekan. Ko'rib turganinglarda juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa penala bo'ldik. Ochilib yopilishlar hamma yo'q joyida. Mana bu yerda eski uylarda eski eshik romlarni chiqarib boshqa yangi qo'ydik. Ko'rib turgan juda ham chiroyli chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovka ichida bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun salomat bo'lasizlar. Hatto kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.